Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tib keldi. Akra, skeman o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog' omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi kelding o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon qiynagan 1 oylik. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham olmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayam to'yga ketdi. Ayam yopgan nonlar yomon sog'indi dada. Ha, o'zi 1 oylikka borni, 20 kun non olib bordim-ku men. Borgan kunlar sog'ini qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Ustam, Menga qara, bu 1 yillik xizmatda parashyutdan sakradinglarmi? Ha dada, 1 yilda 2 marta sakradim. O'g'lim, anaqa parashyutdan sakradingmi? Ha, parashyut yomon bo'ldi da. 29 kun parashyutdan sakradim o'zi ham. Ha, sen 27 kunda kelding. Ketadigan kuni vaqt o'tkazgani ham sakradim. 5-6 marta sakradim bir kunda. Orada parashyutsiz qora salabani tushib ham sakrab yubordim-da. Yo'q. Ha, yomon xizmat qildim.